Yevropa parlament a'zolari Sharq Turkistondagi depsanchilikni irqiy qirg'inchilik deb bekitishga kirishdi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Yevropa parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga tutgan qo'rqinchli muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishni muzokara qilmoqda ekan. Bu vaqtdagi xabarlardan Yevropa parlamentining ba'zi nopozlik a'zolarining bir qaror loyihasi sunganligi ma'lum. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy sahar pochtasi gazetining oshkorlashicha, qaror loyihasi Yevropa parlamentidagi Yevropa xalqlar partiyasi, Markaziy yangilik guruhi, sotsialist va demokratlar, Yevropa konservativlar va islohotchilarni o'z ichiga olgan 4 cho'ng partiyaning qo'llashiga erishgan. Xitoy xalqini ishpiyonlik ilhomlantirdi. Xitoy ommaviy istixborot to'riga texnik ko'p qatnashtirishga tayyorlandi. Davlat bexatarligi va jasuslik nizomi allaqachon yo'l qo'yilgan davlatda gumonliq ahvolni soqchiga ma'lum qilganlarga $15,000 gacha mukofot berilganligi e'lon qilindi. Davlat bexatarlik ministrligi e'lon qilgan yangi belgilamaga asosan, fuqarolar gumonliq kishilar va harakatlarini soqchiga ma'lum qilish kerak. Venezuela prezidenti Maduro Anqarada. Turkiya raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Anqarada rasmiy murosim bilan Venezuela prezidenti Nicolas Maduroni qarshi oldi. Maduro bilan Erdo'g'an prezident binosida ko'rishgandan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Maduro Turkiyaning jug'rafiyalik siyosiy o'rniga diqqat qilib, jug'rafiyalik siyosiy jihatda dunyoni baholaganda Turkiya intayin muhim rol o'ynaydi dedi. Maduro yana Turkiyaning o'z davlati uchun bir yoshirin kuchi borligini ta'kidladi. O'rta Osiyo va Xitoy tashqi ishlar ministrlari yig'ini o'tkazildi. Xabar qilinishicha, Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda o'tkazilgan O'rta Osiyo va Xitoy tashqi ishlar ministrlarining 3-qitimliq yig'inida rayonning tinchligi, muqimligi va bexatarlikni qo'g'dashda hamkorlikni yanada kengaytirishning muhimligini ta'kidladi. Qozog'iston tashqi ishlar ministri Muxtar Tiloberdi sohibxonlik qilgan yig'inga Qirg'iziston tashqi ishlar ministri Jimbek Qulubayev, Turkmaniston tashqi ishlar ministri Rashid Miridov, O'zbekistonning muavin tashqi ishlar ministri Vladimir Norov, Tojikiston qatnash ministri Azim Ibrohim va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi qatorliqlar qatnashgan. Aljeriya Ispaniya bilan bo'lgan 20 yillik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik kelishimini to'xtatdi. Ispaniya G'arbiy Sahroyi Kebir masalasida Marokash tarafda turganligi uchun Aljeriya Ispaniya bilan bo'lgan 20 yillik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik kelishimini darhol to'xtatishni qaror qildi. Xitoy Kambodjada maxfiy holda harbiy baza qurishga boshlagan. Xitoy Kambodjaning Ream Naval dengiz armiya bazasida maxfiy holda harbiy baza qurishga boshlagan bo'lib, bu Xitoyning chet elda qurgan ikkinchi harbiy bazasi ekan. Washington pochtagisining 6-iyun g'arb ellardagi bir turkum amaldorlarning so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Xitoyning mazkur harbiy bazasi Kambodjaning Ream Naval dengiz armiya bazasining shimolidagi bir xilvat joyga sinishga boshlagan bo'lib, qurilish tamomlangandan keyin Xitoy armiyasining ishiltilishiga topshirildi ekan. Çavuşoğlu bilan Lavrov birlashma ochliq koridorini muzokara qildi. Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Ikki ministr yig'indan keyin birlashma axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Çavuşoğlu Ukrainadagi ochliqlarning qanday chiqarilganligi to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xalqaro bozorga eksport qilish plani bor. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ukraina va Turkiya o'rtasida paraxodlarni tekshirish uchun shakllangan mexanizm plani haqida so'zlayapmiz. Turkiya bo'lish suhbatimiz bilan biz bu planni mumkin deb qaraymiz.